Abror Muxtor Ali kim bilan gaplashgan bo'lsa, o'sha qamaldi. Ana Abror buni qamatdi degan gap tarqab yurdi ekan. Tuppa tuzuk odamlarning ichida. Tuppa tuzuk, yaxshi, saviyali insonlarning ichida. O'zbekistondagi qonunchilikdan xabari yo'q ko'p shu odamlarning. O'zbekiston qonunchiligi bitta shaxsni iltimosi, taklifi, buyrug'iga qarab qolmagan. Hatto prezident falonchini qama desa, qonunga to'g'ri kelmasa qamamaydi O'zbekiston. Sud erkinligini ta'minlash kerak degan talabni qilib turgan prezident sud tekshirsin deydi. Shaxsiy tashabbus bilan hech narsa qilmaydi. Unda nimaga siz gaplashganlar qamalyapti? Chunki men jinoyatchilar bilan gaplashyapman-da. Men tuppa tuzuk odamlarga qarshi gapirmayapman-da. Tomonini isbotlayapsizlar sizlar. Men jamiyatda o'zini xizmatini qilib yurgan, xalqqa foydasi tegib yoki zarari tegmay yurgan odamlarga gapirmayapman. Kim bilan gaplashgan bo'lsam, kimga qarshi chiqqan bo'lsam, ularni jinoyatchi ekanligini bilib qarshi chiqqanman. Sanab chiqing orqada. Jakoy ibn Tezak jinoyatchi edi. Qarshi chiqdik. Nima bo'ldi? Qamaldi. Miraziz Bozorov jinoyatchi edi. Bizni xalqimizni, qadriyatimizni oyoq osti qilishga uringan edi. Unga qarshi gapirdik, keskin gapirdik. Nima bo'ldi? Qamoqqa tortildi. Chunki qonun ishlash kerak-da bu yerda. Qonunga xilof ish qilayotgan odamga qarshi gapirsangiz, uni qonun qamasa, siz qamatgan bo'lmaysiz. Abror qamatdi degan birortasi chiqib uzr so'ragani yo'q. Sizlar bilan hali ko'rishamiz. Qochaman deb o'ylayapsizlar. Men qochib ketamanman. Tuhmat qilaveraman, bo'ldi, javob yo'q deb o'ylaysizlar. Bu hikoya so'ngida tuproqqa qorishamiz. Bizga tuhmat qilganlar mahsharda ko'rishamiz.